Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar, opalar, singillar, xolalar. Mana bugun yana bir oilani xursand qilgani keldik. Mana bugun biz Darnohe Nosir Xusrov, Dehe Muratipa mahallasiga keldik. Mana bugun shurda Jummagul onamizning tug'ilgan kunlari ekan, payg'ambar yubiley yoshlari ekan, ya'ni ki 60 yoshga to'ldi mana bugun. Shu Jummagul onamizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ya'ni ki mana shu bugun kimningki onasi tug'ilgan bo'lsa, kimki dunyoga chaqaloq keltirgan bo'lsa, hammalaringizni nima deymiz, chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana bugun Rossiyadan shohsonam farzandlari mana shu narsalarni bugun buni tabriknoma qilib jo'natdi. Mana bugun tabriklagani keldik. Assalomu alaykum onajonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. 60 yoshingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim bizning baxtimizga sog' salomat bo'ling. Tabriklayman. Qolmurod, mana Istiqbol Paro bilan katta shogird bilan assalomu alaykum. E'tiborli rahmat. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning tarifi yu mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umrlik tuganmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Assalomu alaykum qadrdon obunachilarim. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz ustozimiz Alloh bilan Xudo xolasa Muratipa qishlog'ida 60 yoshli onaxonimizning tavallud ayyomi tug'ilgan kunlari munosabati bilan bugun musofirda yurgan, safarda yurgan qizlarimning tarafidan tabrikatga keldi. Xudo xolasa onani xursand qilamiz degan umiddamiz. Ilohim mana shunday xursandchilik har bir insonning xonadonida tark etmasin deymiz. To'y tomosha malikalar ruhim shunday xursandchilik bo'laversin. E'tiborlar uchun kattadan katta rahmat hammalaringizga. Qo'shilib qo'yamiz hozir. Borib onaxonni tabriklaymiz. Agar kimgadir kerak bo'lsa, shu mana shu ekranda ko'rgan raqamlarimiz bor. Bemalol telefon qilsalaringiz, yo Alqul aka, yo men o'zim javob beraman. Xudo xolasa mana shunday xursandchilikka xizmat qilamiz. Unda biz qo'shib qo'yaga, borib onaxonni tabriklaymiz. Yelkamda yuklarim ko'ptur onajon, meni anglaydigan yo'qtur onajon. Oyoqlaringizga boshimni qo'yay, sizdayin yaqin do'st yo'qtur onajon. Yelkamda yuklarim ko'ptur onajon, meni anglaydigan yo'qtur onajon. Oyoqlaringizga boshimni qo'yay, sizdayin yaqin do'st yo'qtur onajon. Omadim kelganda davrimni surdim, do'stu oshnogiga yeldim yugurdim. Bugun salomimga alik olmaslar, omadim ketganda kimligin bildim. Fursat kelsa sotarkan do'stu yolonlar, omading ketganda ketar janonlar. Yuzingga kuladu ortan yomonlar, asl yuzini berkitar ba'zi odamlar. Assalomu alaykum. Onajon, yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Rahmat. Avvalambor bugungi 60 yoshlik yubiley payg'ambar to'ylari bilan mana bugun 60 yoshga kiribsiz. Mana bugun jamoamiz bilan Istiqbol Paro Olmatikamiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Nima ekan aytmasam niyatingizni ayting, farzandlaringiz yaxshilikni ko'ring. Rossiya safaridan kuzatib turibdi. Hech tabarlaringiz, butun parpechiklarimiz qolaversa. Siz bir qaysi qizingiz, qaysi bolangiz tabriklab bugun? Qaysi deb o'ylaysiz? Hammasidirda. Yo'q, bittasi, qaysi biri? O'ylab ko'ring, qaysi biri tabriklab bugun buni? Har qanday inson ham buni kecha kunduz misoldan har bir farzandning onasi 60 yoshga to'zimlicha bir yaxshi kunlarda tabriknoma nima qilaylik? Gapiring qani?
Yo'q, o'rnashdingiz. Katta qizim Marasiyadir. Bittasini qaysi? Mana shu qizning enasidir-da. Ismini ayting, ismini. Shohsanam qizimmi? Ana. Mana shu qizning onasi tabrikladi, to'g'rimi qizim? Malades. Shu qizingiz nomidan chin qalbimdan yana bir bor o'sha jamoamiz bilan mana shu ona jannatim onam degan gulni biz tabriklaymiz. Rahmat. Mana shu gulday narsa chiroyli. Momanga ber. Qilamiz yana ayniqsa mana shu qizchamizning onasi bugun musofirda ekan. Inshaalloh nasibsa sog' salomat mana shu sizning yoningizga farzandlarni oldiga kelib yurish nasib ro'zaylasin. Bugun mana shu qizchaning onasining nomidan bitta ajoyib bitta she'rlarimiz bor. Qabul qilasiz. Mana shu qizcha nomi onasi nomidan bitta she'r ayting, hurmat qo'y. Bog'i eram onamning guliga yetmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetmaydi. Agar dunyo boyliklari boshimdan sochsalar ham onamni bir og'iz keldingmi bolam degan tiliga yeta olmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Siz men uchun uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli bosi sokin ayolsiz, lekin meni desam tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarining baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq men baxtiyor inson, chunki meni baxtli qilib tuqqan onamsiz. Asli onamsiz menga bu dunyolar ko'rinmaydi. Hech kim menga otam kabi uy quray deb urinmaydi. Mening saodatimni o'ylab yashaganlar bor, ammo hech kim meni sandig'imga onam kabi yig'ilmaydi. Kimda bo'lsa otasi, kimda bo'lsa onasi bugun yetsin qadriga. Axir ota-ona qadri borligida bilinmaydi. Jannat faqat onalar poyida deydi. Bilingki bu insonlar yana qayta berilmaydi. Faqat ota bolam derkan faqat ona bolam deya kerilar, ammo davlat bilan kerilmaydi. Ularning borligi asli kelar bahor derlar. Ular duo qilmaguncha gullar qayta tirilmaydi. Kimki agar otasini, onasini yaxshi ko'rsa, bitta guldiroz qarsak chalishga hech erinmaydi. Hammaning ko'zini yoshlantirib qo'ydik, uzr so'raymiz. Bu albatta xursandchilik ko'z yoshi deb qabul qilasiz. Yana bir bor tabriklaymiz. Endi qo'shiqni qo'ysak, xursandchilik biroz gapimizni olaylik. Onajon, mana shu farzandlaringizga nima deysiz? Farzandlarimga ko'rsatib tursan. Allohga shukr, 5 ta farzandim bor. 2 ta qizim, 3 ta o'g'lim bor. Tanjonlar sog' bo'lsin. Mana shularning soya davlatlarida bugun mana shunday qarindoshlar bilan yig'ilishib, oltin bahorni qarshilab, to'g'ram kunimda o'tkazib berayotgan akachilar, ming rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, ko'p yashasin. Nasib bo'lsa, olmuş baharı qarşılaganimda payg'ambar to'yida bundan da chiroyli qilib o'tkazib berish nasib eylesin. Juda turgan hamma qora ko'zlarga ularning ham oilalarida shunday ajoyib tantanalar bo'ldi. Ular ham olmuş yoshga kirib chiroyli tabriklarda ularni Çoğusanım kızımga uzoq umr, sağlık salomatlik tilayman. Mana hammani tashkillashtirganing uchun. Mana qizim bag'rimda o'ynab kulib yuribdi. Bugun esa Shohsanam opamiz hammani yig'latdi, o'sha bir ko'rsating. Hammani yig'latdi mana. Xo'p, onajon, yana bir bor chin qalbimizdan mana shu bugun 60 yoshga to'libsiz. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qolaversa shu o'g'illarimiz nomidan Moskva yerda ham shu yerda yurgan o'g'illarimiz nomidan chin qalbimdan qolaversa o'sha Shohsanam qizingiz 3 oydan beri tayyorgarlik ko'rib yotdi-da. Mana shu bugun keldik. Rahmat. Onda bir o'yin kulgi qilamiz.
دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد سرسری دیوار صفا ندارد سرسری دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین بر من پیسنده دختری خوش رو ببین بر من پیسنده قدش بلنده ابروش کمنده قدش بلنده ابروش کمنده دختری خوش رو ببین بر من پیسنده دختری خوش رو ببین بر من پیسنده سرسری دیوار صفا ندارد سرسری دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد سر میانم در کوی جانان ما سر میانم در کوی جانان رحمی نکرده بر من غریبم رحمی نکرده بر من غریبم ما سر میانم در کوی جانان ما سر میانم در کوی جانان رحمی نکرده بر من غریبم رحمی نکرده بر من غریبم سرسری دیوار صفا ندارد سرسری دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد سرسری دیوار صفا ندارد سرسری دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد حالای از بمزه نانای دختر بمزه حالای از بمزه نانای دختر بمزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه حالای از بمزه نانای دختر بمزه حالای از بمزه نانای دختر بمزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه جان 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 از بالا باران آمد یارم بدولان آمد از بالا باران آمد یارم بدولان آمد
آمد یک بوسه طلب کردم چشمش بگیریان آمد یک بوسه طلب کردم چشمش بگیریان آمد جان 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 حاله از بمزه نانای دختر بمزه حاله از بمزه نانای دختر بمزه دختر تمام میبری نانا تگی میپزه دختر تمام میبری نانا تگی میپزه جان 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 رفتنات صدقه را گشتنات رفتنات صدقه را گشتنات رو مالکش دستهی صدقه گشتستنات رو مالکش دستهی صدقه گشتستنات جان 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 حاله از بمزه نانای دختر بمزه حاله از بمزه نانای دختر بمزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه جان 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 سر دیوار صفا ندارد سر دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد سر دیوار صفا ندارد سر دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد قدش بلنده ابروش کمنده دختری خوش رو ببین بر من پیسنده دختری خوش رو ببین بر من پیسنده قدش بلنده ابروش کمنده قدش بلنده ابروش کمنده دختری خوش رو ببین بر من پیسنده دختری خوش رو ببین بر من پیسنده سر دیوار صفا ندارد سر دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد سر میانیم در کوی جانان رحمی نکرده بر من غریبم رحمی نکرده بر من غریبم سر میانیم در کوی جانان
به سر میانیم در کوی جانان رحمی نکردی ای بر من غریبان رحمی نکردی ای بر من غریبان سرسر دیوار صفا ندارد سرسر دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد سرسر دیوار صفا ندارد سرسر دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد دختری خوش رو ببین وفا ندارد حالای از بمزه نانای دختر بمزه حالای از بمزه نانای دختر بمزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه حالای از بمزه نانای دختر بمزه حالای از بمزه نانای دختر بمزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه جان 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 از بالا باران آمد یارم بدولان آمد از بالا باران آمد یارم بدولان آمد یک بوسه طلب کردم چشمش بگیریان آمد یک بوسه طلب کردم چشمش بگیریان آمد جان 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 حالای از بمزه نانای دختر بمزه حالای از بمزه نانای دختر بمزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه دختر تمام میبریم نانا تگی میپزه جان جان جان